Men Yo'ldosh va Dildora Dalikuziyevna 25 yillik tajribaga ega bo'lgan oliy toifali endokrinolog diyetologman. Hozirgi paytda Yevropada trendga chiqayotgan diyetalardan biri DASH diyeta haqida tushuntirib beraman. DASH diyetani asosiy maqsadi va ko'rsatmasi yurak qon tomir kasalliklari, gipertoniya kasalligi, infarkt va insultlarni oldini olish, qandli diabet va metabolik sindromga qarshi va buyraklar asrash uchun buyuriladi. DASH diyetada umuman mumkin bo'lmagan mahsulotlar bular: qovurilgan ovqatlar, fast food, qayta ishlab chiqarilgan go'sht mahsulotlari, shakar mahsulotlari, un mahsulotlari va sho'r ovqatlar bilan birgalikda tuzni chegaralash tavsiya qilinadi. DASH diyetani foydasi organizmda kaliyni, magniyni, kalsiyni oshiradi va natriyni pasaytiradi. Shu yo'l orqali qon tomirlarini bo'shashtirib kengaytiradi, stressga qarshi kurashadi va shishlarni organizmda kamaytiradi. DASH diyeta qo'llanilganda qon bosim pasayadi, insult va infarkt xavfi pasayadi, xolesterinni tushiradi, qandli diabetlarda va insulin rezistentlikda insulinga bo'lgan sezuvchanlikni oshiradi va organizmni energiya bilan to'ldiradi. DASH diyetaning ham o'ziga xos kamchiliklari bor. Ko'pincha kaloriya pasayganligi uchun juda ham ozib ketish kuzatilishi mumkin. Qon bosim keskin pasayib ketish oqibatida bosh aylanishi, holsizlik va bosh og'riqlari rivojlanishi mumkin. Ma'lumotlarimiz sizga qiziqarli bo'lgan bo'lsa, yaqinlaringiz bilan ulashing. Albatta, diyeta qo'llashdan avval shifokor bilan maslahatlashing va menga obuna bo'ling.